Ushbu taqdimotda hurmatli prezidentimiz mana shu Sirdaryo viloyatiga alohida e'tibor qaratib, Sirdaryo viloyatidagi mavjud muammolar va ularning bartaraf etish yo'llarini birma-bir ko'rsatib, moliyaviy manbalari bilan aniq yechimini qilib berdi. Endi bu dastur Sirdaryo viloyatiga nima beradi degan albatta savol yotibdi. Birinchi navbatda Sirdaryo viloyatida kambag'allikni qisqartirish darajasi 3% ga, ishsizlik darajasi esa 4,6% ga tushiriladi. Bunda Guliston, Shirin, Yangiyer shaharlari, shuningdek Sirdaryo, Sayxunobod, Sardoba, Xovos tumanlari kambag'allikdan xoli hududlarga aylantirish bo'yicha barcha chora-tadbirlar ko'riladi. O'tgan yil shu paytida Sirdaryo viloyatini dasturi taqdimoti bo'lgan edi. Shundan keyin mana Sirdaryo viloyatida juda ko'plab ishlar amalga oshirilgan endi. Birgina misol 92 ta maktabgacha ta'lim muassasalari to'liq kapital ta'mirdan chiqqan edi. Davlatimiz rahbari bu yil ham mana shu Sirdaryo viloyatiga 100 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratib berdi. Bu mablag'lar asosan Guliston shahri va Sirdaryo tuman markazlarini oqova suv tizimini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlarga, shuningdek maktab, bog'chalarga yo'naltiriladi. Eng asosiysi Sirdaryo viloyatidagi 4-5 qavatli uylarning barchasi kapital ta'mirlanib, aholining yashash tarzi uchun barcha sharoitlar yaratib beriladi. Sanoatni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Bu yil biz hududiy sanoatimizni 2025-yilga nisbatan 25% ga oshirishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Shuning bilan bir qatorda Sirdaryo viloyatida xorijiy investitsiyalarni loyihalarini o'zlashtirishni 3 milliard AQSh dollariga, eksport hajmlarini 500 million dollarga yetkazish bo'yicha barcha chora-tadbirlar bugungi qarorda belgilab berildi. Bugungi dasturda mana shu Sirdaryo viloyatini aholisini kayfiyatiga ta'sir bo'layotgan barcha ko'rsatkichlar o'zining ifodasini, ya'ni aksini ushbu dasturda topgan. Men o'ylayman, kelgusi yilda Sirdaryo viloyatining mana shu dasturi doirasida Sirdaryo viloyat aholisi mana shu o'zining hayotida nafaqat xalq xo'jaligining barcha tarmoqlarida, balki turmush tarzida ham o'zi sezadi albatta.